Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 28-sessiyasida tuman kengashining 29 nafar deputatdan 25 nafari ishtirok etmoqda. 4 nafar deputatimiz uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida xalq deputatlar tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining tegishli o'rinbosarlari, huquqni muhofaza qilish organ rahbarlari, davlat va nodavlat tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sizlarning ijozatlaringiz bilan xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 28-sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Ochilsin degan taklif tushyapti. Ochilsin degan taklifni ma'qullagan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'raman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 28-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, amaldagi qonunlarga muvofiq sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 13-Quyi qishloq saylov okrugidan saylangan deputat Omonov Jamol Iskandarovichni sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritiladi. Boshqa takliflar bormi? Agar bo'lmasa, ushbu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Marhamat, Jamol Iskandarovich ishga kirishishingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, ijozatlaringiz bilan sessiya sanoq komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sizlarga 3 nafar. 10-G'ijduvon saylov okrugidan saylangan deputat Yurtdosh Allamurod Qudratovich, sanoq komissiyasi raisi. 29-Qoratepa saylov okrugidan saylangan deputat Ro'ziqulov Alisher Xo'jamovich, sanoq komissiyasi a'zosi. 17-Pochmon saylov okrugidan saylangan deputat Nosirova Shahriyopa, sanoq komissiyasi a'zosi etib saylash taklifi kiritiladi. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, ushbu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun va ish tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Ushbu masala yuzasidan takliflar sizlarga tarqatilgan. Sessiya kun tartibiga 8 ta masala kiritilmoqda.
Birinchi masalamiz Urgut tumanida 2026-yilda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash to'g'risida. Ikkinchi masalamiz Urgut tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida. Uchinchi masala Urgut tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida. To'rtinchi masalamiz Urgut tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Tolib O'sarovning tumanda tibbiyot sohasida 2026-yilning birinchi choragi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. Urgut tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim mudiri Elyor Po'latovning sohada 26-yilning birinchi choragi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. Yoshlar ishlari agentligi Urgut tuman bo'lim boshlig'i Uyg'un Raufovning 2026-yilning birinchi choragi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. Keyingi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlari, ko'chalari hamda ichki xo'jalik yo'llari infratuzilmasini yana takomillashtirish to'g'risidagi 665-son qaroriga asosan Urgut tumanidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2026-yil uchun dastlabki manzilli ro'yxatni tasdiqlash to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa kun tartibi tasdiqlansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar munosabat bildirishlarini so'radim. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi tasdiqlandi. Kun tartibidagi birinchi masalaga o'tamiz. Mahalliy byudjet nimasi bo'yicha iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'i o'rinbosari Salomov Bektosh Xudoyberdichga beriladi. Urgut 26-yildagi asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash to'g'risida. Assalomu alaykum, hurmatli sayyohlar, hurmatli deputatlar hamda sessiya qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi ichki iste'mol bozorida narxlar barqarorligini saqlash va inflyatsiyani belgilash prognoz darajasida ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 128-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Urgut tumanida ichki bozorlarda narxlar barqarorligini saqlash va aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar belgilab oldik. Asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining iste'mol narxlari o'sishining oldini olish hamda narxlar barqarorligini saqlab turish bo'yicha tumanda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi. Asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining iste'mol narxlari o'sishining oldini olish hamda narxlar barqarorligini saqlab turish maqsadida tumanning barcha dehqon bozorlari va aholi gavjum joylarida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etildi. Ushbu yarmarkalarda narxlar barqarorligi, mahsulotlarni uzluksiz ta'minlash va sifatini nazorat qilish uchun tuman iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, tuman soliq inspeksiyasi hamda sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik markazining mas'ul xodimlari biriktirildi. Shuningdek, joriy yilda barcha toifadagi xo'jaliklarda 2090 gektar sabzavot, 1933 gektar kartoshka, 1485 gektar diqqatli va 1171 gektar oziq ekinlari ekish, 5813 gektar fermer xo'jaliklarida, 2549 gektar dehqon xo'jaliklarida va 3264 gektar aholi tomorqalarida sabzavot yetishtirish hamda 1933 gektar fermer xo'jaliklarida, 613 ming gektar dehqon xo'jaliklarida va 964 ming gektar aholi tomorqasida kartoshka ekishni tashkil qilish belgilab olindi. Bundan tashqari 2026-2027 yillar qish-bahor mavsumi uchun zaxira qilingan 511 ming tonna qishloq xo'jalik mahsulotlarining ichki bozorga barqaror yetkazib berilishi ta'minlandi. Shu bilan birga tumanning olis va tog'li hududlarini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha savdo do'konlari tashkil etilgan. Shuningdek, tumandagi tadbirkorlik subyektlari va dehqon xo'jaliklari bozorlar qoshidagi tayyorlov xarid korxonalari biriktirilib, arzonlashtirilgan narxlarda sotib kelinmoqda. Narx-navoni barqarorligini ta'minlash bo'yicha kunlik nazorat ishlari olib borilmoqda. Birinchi hisobotni tugadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, ma'ruzasiga savollaring bormi?
Agar savollaring bo'lmasa, joyingizni egallashing. Shu masala bo'yicha so'z mahalliy budjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya kotibi Ahror Bahodir Rustamovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Urgut tumanida 2026-yilda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatga yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash to'g'risida mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 3-iyun kuniga majlisida ko'rib chiqildi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 31-martdagi ichki iste'mol bozorida narxlar barqarorligini saqlash va inflyatsiyani belgilangan prognoz darajasida ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 128-HDFU son qarori qabul qilingan. Ushbu qarorning birinchi bandida 2026-yil inflyatsiya darajasini 6,5% dan oshirmaslik hamda narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanib, viloyatlar va tuman shaharlar hokimliklari bir hafta muddatda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatga yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritalarini tegishli xalq deputatlar kengashlariga tasdiqlash kerakligi belgilangan. Urgut tumanida 2026-yilda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatga yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasi birinchi ilovaga. Tumanda 2026-yilda oziq-ovqat dasturlari doirasida ajratiladigan kreditlar to'g'risidagi reja prognozi ikkinchi ilovaga. Urgut tumanida 2026-yilda ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi mahsulotlar bilan barqaror ta'minlash bo'yicha 3-ilovaga muvofiq tasdiqlanishi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu masala doimiy komissiyasining tomonidan muhokama qilindi va ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tuman kengashi deputatlariga tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha va o'zgartirishlar bormi? Agar qo'shimcha va o'zgartirishlar bo'lmasa, ushbu qaror yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasi tasdiqlansin degan taklif qo'shilgan deputatlar tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Keyingi masalamiz Urgut tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha qisqacha tushuncha berish uchun so'z Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Salomov Bektosh Xudoyberdichga beriladi. Marhamat. Yana bir bor. Assalomu alaykum. 2026-yil birinchi chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan ajratiladigan mablag'lar to'g'risida tumanda yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining tuman bosqichini yuqori saviyada tashkil etish uchun 57,7 million so'm, yoshlar shtabini mebel jihozlari bilan ta'minlash uchun 60 million so'm, jami 117,7 million so'm birinchi chorak daromadlar rejasini oshirib bajargan qismi hisobidan mablag' ajratish rejalashtiryapmiz. Agar ruxsat bersangiz yana xuddi shu mazmunda hisobotda buni aytamiz. Ikkita komissiya ko'rganda ikkovini xulosa berishingiz. Tushunarli. Shu masala bo'yicha savollaring bormi tushunmovchilik? Yaqinda kasblar festivali o'tkazildi. Hammaga topshiriqlar berilgan xabarlaring bor. Yuqori saviyada o'tkazishimiz bo'yicha tuman miqyosidagi xalqaro bu viloyat respublika darajasiga edi. Shu masala bo'yicha moliya tomonidan qilingan ishlar bo'yicha hisobot beryapmiz. Savollaring bormi ma'ruza? Bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha so'z mahalliy budjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Azimrodov Otiq Rajabovichga beriladi. Doimiy komissiyaning xulosasini o'qib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugun tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish yuzasidan Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari hisoboti mahalliy budjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 3-iyun kungi majlisida ko'rib chiqildi.
Bunda tuman budjetining 26-yil birinchi oylik daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismidan jami 117 million so'm mablag' ajratilmoqda. Ushbu mablag'lar tuman hokimligi tomonidan Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining tuman bosqichi yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazish uchun 57 million 700 ming so'm hamda yoshlar shtabini mebel jihozlari bilan ta'minlash uchun 13 million so'm mablag' ajratilmoqda. Shu mablag'lar xalq muhokamasidan o'tgan. Masala doimiy komissiya tomonidan muhokama qilindi hamda ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat. Tuman deputatlar mazkur masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizga tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflaring, o'zgartirishlar, fikrlaring bormi? Agar bo'lmasa, ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar munosabat bildirishni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibida keyingi masala yana Bektosh Xudoyberdichga beriladi. Urgut tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida bu. Joriy yilning 27-oktyabrida 2026 yilga mo'ljallangan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi va davlat budjeti loyihasiga bag'ishlangan yig'ilishda hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan kelgusi yilda mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Qayd etish lozimki, jahon iqtisodiyotda saqlanib qolayotgan noaniqlik va murakkabliklarga qaramasdan hurmatli Prezidentimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar va aholi bandligini ta'minlash hamda hududlarni rivojlantirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijasida joriy yilda iqtisodiy o'sish Urgut tumanida barcha soha va tarmoqlarda yuqori bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli deputatlar, 2026 yilning birinchi oylik daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Tuman hokimligi texnik va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning aprel, may, iyun, avgust va sentyabr oylari oylik shartlarga 200% ustama berilishi uchun 229,3 million so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Tuman hokimligining moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan jihozlar sotib olish xarajatlari uchun 81,1 million so'm mablag' rejalashtirish ko'zda tutilgan. Tumandagi Murod qishloq mahallasida aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida bir dona artizan qudug'i qazish, bir dona suv minorasi o'rnatish va 2 kilometr suv tarmog'i tortish xarajatlari uchun 300 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 3-yanvardagi birinchi sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tuman Jartepa chegara bojxona o'tkazish punktining fuqarolar kirish va chiqish joyiga 2 dona shaxsning yuzini tanlab oluvchi va 2 dona avtomashina davlat raqami belgisini qayd etuvchi kamera o'rnatish xarajatlari uchun 34,4 million so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Mirzo Ulug'bek vorislarini Respublika tanlovining Urgut tuman bosqichida eng yuqori natija ko'rsatgan 5 nafar ishtirokchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorda bir martalik pul mukofoti ajratish bilan bog'liq xarajatlarga 10 million 300 ming so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Davlat xavfsizlik kubogi sport musobaqalarini yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazish, g'olib sovrindorlarni munosib rag'batlantirish maqsadida sovg'alar olish uchun 372,7 million so'm mablag' rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi 48-sonli qaroriga asosan tumandagi ko'p qavatli uylarga tutash hududlarda bir dona bolalar maydonchasi qurish uchun 353 million so'm hamda yo'laklarni betonlash uchun 110 million so'm, jami 463 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Tumandagi manzarali daraxtlarga har xil kasalliklar tushishini hamda qurib qolishini oldini olish maqsadida manzarali daraxtlarni kimyoviy vositalar bilan ishlov berishga kimyoviy vositalar sotib olish xarajati uchun 81,9 million so'm mablag' rejalashtirilgan. Tumanga keladigan suv sarfi
yo'qotilishlarni oldini olish uchun ariq kanallarni betonlashtirishga, beton aralashtirma texnikasini sotib olish xarajatlari uchun 450 million so'm mablag' ajratish ko'zda tutilgan. Tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi tizimidagi uchastkalarda sun'iy urug'lantirish ishlarini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan 23 dona tuyar idishlari hamda 7 dona termos sumkalar sotib olish uchun 158,4 million so'm. Zo'r klass loyihasining davomi sifatida 2026-yilning 10-fevraldan boshlab tumanga kelgan chet tili mutaxassislarining 2 nafari tajribali mutaxassis metodistlarning 2026-yil 30-iyungacha uy-joy ijara va kommunal to'lovlarini to'lash uchun 18,7 million so'm mablag' rejalashtirish ko'zda tutilgan. Bunga qisqacha to'xtalib o'taman, sababi oldingi sessiyamizda ham bunga mablag' ajratganmiz, faqatgina ikkita maktabimizda qolib ketganligi sababli bu ishlarga qaytadan to'layapmiz. Tumandagi 23-sonli umumta'lim maktabi binosida elektr montaj simlarini muddat o'tib yaroqsiz holatga kelganligi sababli to'liq elektr simlarini yangilash, zamonaviy LED chiroqlarni sotib olish va o'rnatish xarajatlari uchun 200 million so'm mablag' rejalashtirilgan. Tumandagi 26-sonli umumta'lim maktabining voleybol, basketbol maydonlarini hamda stadionni ta'mirlash va jihozlash xarajatlari uchun 300 million so'm. Tumandagi 11-chi, 14-chi, 30-chi, 47-chi hamda 84-sonli umumta'lim maktablari 2025-2026 o'quv yillarida yangi baholash tizimiga o'tganligi sababli 5 dona kompyuter hamda 5 dona printer sotib olish uchun 65 million so'm mablag' rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 2026-yil mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish dasturiga tushganligi sababli maktab hududlarini kameralashtirish uchun TTZ kamerasini sotib olish uchun 7 million so'm, 12 ta umumta'lim maktabiga video kuzatuv kamerasi mavjud emasligi sababli 119 million so'm, jami 126 million so'm mablag' ajratish ko'zda tutilgan. Tumandagi 41-sonli umumta'lim maktabi binosini hamda issiqlik tizimini ta'mirlash uchun zarur bo'ladigan bo'lish jihozlari sotib olish xarajatlari uchun 200 million so'm. Tumandagi 31-umumta'lim maktabi sport zali, pol qismini ta'mirlash, 47-sonli umumta'lim maktabi sinfxonalarining 310 metr pol qismini ta'mirlash hamda 11-sonli umumta'lim maktabi sinfxonalarini 50 metr pol qismini ta'mirlash uchun 320 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi va Samarqand viloyat hokimining 2026-yil 16-martdagi 07/01/74-sonli chora-tadbirlar dasturining 28-29 bandlari ijrosini ta'minlash maqsadida yosh kutubxonlik dasturini amalga oshirish uchun umumta'lim maktablarga badiiy kitoblar sotib olish uchun 200 million so'm mablag' ajratilish ko'zda tutilgan. Jami 2026-yil 1-chorak mahalla byudjeti mablag'lari hisobidan 3 milliard 612,9 million so'm mablag' ajratilish ko'zda tutilgan. Hisobotim tugadi. E'tiborlaringizga rahmat. Rahmat. Shu masala bo'yicha mavzuga savol va takliflaring. Agar bo'lmasa, so'zni mahalliy byudjet va tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Abdurahmonov Qosimxo'jayevichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Urgut tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish yuzasidan iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari hisoboti mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yilning 3-iyun kungi majlisida ko'rib chiqildi. Bunda tuman byudjetining 2026-yil 1-chorak daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan jami 3,612,19 ming so'm mablag'lar ajratilmoqda. Ushbu mablag'lar tuman hokimligiga 1,491,913 ming, obodonlashtirish boshqarmasiga 81,956 ming, suv yetkazib berish xizmatiga 450 million so'm, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limiga 158,400 ming so'm,
maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga 1,429,700,000 so'm ajratilmoqda. Ushbu mablag'lar xalq muhokamasidan o'tgan, masala doimiy komissiya tomonidan muhokama qilindi va ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chorlab qo'yaman. Rahmat. She'rga to'xtalib o'tmoqchiman. Hatto tashkilotdan xodimlar kelgan, sizlarga ajratilgan o'sha mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'larni to'g'ri sarflanishini nazorat qilishlarini so'rab qolamiz. Chunki bu oson emas. Hatto tashkilotga shuncha ko'p tashkilot bor, hattasi o'rganib chiqib joy-joyga mablag' ajratishni o'zi bo'lmaydi. Hurmatli deputatlar, sizlardan ham so'rab qolamiz. Ajratilgan mablag'ni joyiga borib o'rganing. Hududingizdan kiritilgan, hatto tashkilot, hatto obyekt. Mazkur masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha taklif va mulohazalaring bo'lmasa, ushbu qaror tasdiqlansin degan deputatlar munosabat bildirishlarini so'raymiz. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror bir ovozdan qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masala Urgut tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Tolib Usarovning tumanda tibbiyot sohasida 2026-yilning 1-choragi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. Söz Urgut tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Usarov Tolib Ahmedovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Ruxsatlaringiz bilan Urgut tuman sog'liqni saqlash bo'limiga qarashli markaziy shifoxona hamda oilaviy poliklinikalarda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tahliliy ma'lumot sizlarga taqdim etmoqchiman. Avvalambor, hurmatli prezidentimizni 2025-yil 19-maydagi 88-sonli farmonlari hamda 2025-yil 19-maydagi 185-sonli qarorlari ijrosi yuzasidan qarorning asosiy mazmun mohiyati sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarni amalga oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan Urgut tuman sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Avvalambor Urgut tuman sog'liqni saqlash bo'limida bitta markaziy shifoxona, bitta maslahat diagnostika bo'limi hamda 55 ta oilaviy poliklinikalar qayta shakllantirildi. Markaziy shifoxonamiz 842 o'ringa mo'ljallangan. Bunda jami 469 nafar shifokorlarimiz hamda 2496 nafar hamshiralarimiz faoliyat ko'rsatib keladi. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek 242 o'rinlik shifoxonamizning tug'ruq kompleksi, ya'ni perinatal markazi 332 o'rindan, terapiya bo'limi 180 o'rindan, umumiy xirurgiya bo'limi 85 o'rindan, qo'shma shikastlar va o'tkir yurak qon tomir kasalliklar bo'limi 60 o'rinda, bolalar bo'limi 105 o'rinda hamda yuqumli kasalliklar bo'limi 80 o'rinda faoliyat yuritib kelmoqda. 2026-yil 1-choragida jami markazimizga 34.300 ga yaqin bemorlar murojaat qilgan bo'lsa, shundan 11.400 dan ortiq bemorlarimiz statsionar sharoitda yotqizilib davolanadi. Urgut tuman sog'liqni saqlash bo'limiga qarashli oilaviy poliklinikalarda 54 ta oilaviy poliklinika hamda bitta filial sifatida faoliyati yo'lga qo'yildi. Kadrlar ta'minoti bo'yicha umumiy shtat normativlari bo'yicha 4778 shtat normativ belgilab berildi va hozirgi kunda bu shtat normativlardan 130 shtat normativ vrachlarga to'g'ri keladi. Ehtiyojimiz mavjud. Ya'ni oilaviy shifokorlar 50 nafar, aksyor ginekologlar 19 nafar, ultratavosh shifokorlari 14 nafar, pediatr shifokorlari 19 nafar, rentgenolog shifokorlar 20 nafar. Buni sababini qisqa aytib o'tadigan bo'lsam, chunki ikkinchi tipdagi oilaviy poliklinikalar tashkil qilinganligi munosabati bilan barcha ikkinchi tipdagi oilaviy poliklinikalarga qo'shimcha shtat normativlari berildi va ularga tor soha mutaxassislari ajratildi. Shuni hisobiga bu vakansiya ko'rilyapti. Bu vakansiyani yopish bo'yicha ham alohida o'zimizda institut bilan sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda mahalliy kadrlarimiz bilan birgalikda ishlar amalga oshirilmoqda. 2026-yilda tibbiyot xodimlarining oladigan oylik maoshlari mana shu qaror va farmonlarning ijrosini ta'minlash maqsadida oddiy oilaviy shifokor vrachining oylik maoshi 7.155 so'm qilib belgilab qo'yildi. Bu agarda salomatlik, oila salomatligi bo'yicha shu xodimlarimizni o'qishi yo'lga qo'yilgan, to'liq o'sha jarayon boshlangan, birinchi tipda o'qishga borib kelgan xodimlarimizga
bir martalik model bo'yicha o'qiganlarga 25%, ikkinchi va uchinchi marta shu modelda o'tgan xodimlarimizga 50%gacha va oxirgi 4-chi marta modelda o'qigan xodimlarimiz esa oylik maoshlari 14.310.000 so'm qilib belgilab qo'yildi. Bundan tashqari ularning oylik maoshlariga kifayda, ya'ni samaradorlik ko'rsatkichlari to'liq baholab beriladi. U uchun 10% dan 30%gacha hamda bularni mukofotlash yo'llari to'liq ko'rsatib berilgan. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek, Urgut tuman tibbiyot birlashmasi faoliyati to'liq to'xtatilib, hozirgi kunda Urgut tuman sog'liqni saqlash bo'limiga aylantirildi. Buning tasarrufida bitta markaziy shifoxona va 54 ta oilaviy poliklinikalar tashkil qilindi. Mana bu yuqorida slaydimizda ham ko'rsatib qo'yibmiz. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan, viloyat hokimining qarori bilan hamda Urgut tumanida tuman hokimining qarori bilan tasdiqlab berildi. Avvallari tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ko'p tarmoqli markaziy poliklinika faoliyati to'xtatilib, uning o'rnida maslahat diagnostika bo'limi to'liq yo'lga qo'yildi va qo'shimcha yangi bino bilan bu markaziy shifoxonaning ichiga ko'chirib o'tkazildi. Tumanda bundan tashqari tumanda markazlashgan laboratoriya tashkil qilindi. Bu laboratoriya esa zamonaviy turdagi avtomat analizatorlari bilan to'liq jihozlandi. Xususan gema analizlar, biokimik analizlar, ixla hamda boshqa turdagi yuqori aniqlikda ko'rsatadigan apparaturalar bilan to'liq aniqlab berildi. Bularning faoliyatini mukammallashtirish maqsadida, aholiga qulaylik yaratish maqsadida o'sha 54 ta oilaviy poliklinikalarda biomateriallarni yig'ish uchun alohida xonalar tashkil etilib, ular kerakli jihozlar bilan jihozlanib berildi. Ushbu tizim orqali fuqarolar o'z hududlarida tibbiyot muassasalarida tahlil topshirish va uni olish imkoniyatlariga ega bo'ldilar. Biomateriallarni markazlashgan laboratoriyalarda o'z vaqtida va sifatli yetkazish borasida tumanda 8 ta yo'nalish bo'yicha yo'l xaritasi tashkil qilindi. Shu yo'nalish asosida hozir yo'l xaritasi asosida oilaviy poliklinikalardan biomateriallar markazlashgan laboratoriyada olib kelib, uning tahlillari amalga oshirilmoqda. Mana yuqoridagi slaydda ham ko'rsatib qo'yilgan hamda olib kelingan apparaturalar to'g'risida ko'rsatilgan. Shuningdek, laboratoriya faoliyati zamonaviy axborot texnologiyalarini bilan to'liq jihozlandi. Ya'ni hozirgi kunda tibbiyot tizimida xususan DEMET dasturi asosida barcha laboratoriya tahlillari to'liq raqamlashtirildi. Bu esa natijalarni tezkor, qulay va ishonchli qilib aholiga yetkazishga imkoniyat beradi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifati sezilarli darajada oshganligi ko'zga ko'rindi. Tahlil topshirish jarayoni soddalashtirildi. Ortiqcha qog'ozbozliklar yo'qotildi. Xizmatlar shaffofligi va tezligi oshirildi. Qisqa qilib izoh beradigan bo'lsak, o'sha keladigan bemorlarimiz o'zlarining oilaviy poliklinikasida tahlil topshiradigan bo'lsa, bu tahlillar uchun fuqarolarimiz, bemorlarimiz markaziy shifoxonaga kelish shart emas. Buning uchun raqamlashtirish o'sha biomet nimasi orqali, ilovasi orqali to'liq o'zlariga analizlari laboratoriya tahlilda o'tgandan keyin o'zlarini oilaviy shifokorlarida o'zini yashash joyida ko'rinib turadi. Urgut tuman sog'liqni saqlash bo'limi markaziy shifoxona va oilaviy poliklinikalarni raqamlashtirish yuzasidan bilasizlar, mana shu prezidentimizni 185-sonli qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda joylashgan barcha oilaviy poliklinikalar hamda davolash profilaktikasida markaziy shifoxonada joylashgan barcha bo'limlar zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan to'liq jihozlandi. Bulardan monitor 729 dona, oilaviy hamshiralarimiz uchun 521 dona planshet hamda oilaviy poliklinikalarda infokiosklar 20 ta, smart monitorlar 111 ta, printer 187 ta, termoprinterlar chekuvi 200 dona, termoprinter yorliqlar uchun 62 dona, skaner D2 94 dona, web kameralar 65 dona, skaner avtomat 30 dona, kommutator switch 20 dona va
firewalllar 29 ta to'liq mahalliy budjet hisobidan viloyat mahalliy budjetlari hamda sog'liqni saqlash vazirligining budjetlari hisobidan qoplab berildi. Zamitga ro'yxat. Hurmatli deputatlar, albatta bizda beriladigan ma'lumotlarimiz 3 oy davomida qilingan ishlarimiz aytadigan gaplarimizdan ko'p. Endi reglamentdan chiqmagan holda amalga oshiriladigan ishlarimizni barchasi mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror va farmonlarning barchasi aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatining samaradorligini oshirish va aholiga yuqori texnologik tibbiy xizmatni tashkillashtirishdan iborat. Rahmat. Tolbat Medovich, tibbiyot sohasida qilinayotgan ishlar juda ko'p. Prezidentimiz Urgut tumaniga qilgan tashriflari davomida tibbiyot sohasida juda ko'p obyektlar berildi. Birga o'rganib ham chiqdik. Shu obyektlardagi muammolar ham viloyat prokurori kelib yig'ilish o'tkazdi, uni ko'pchilik xabar bor, deputatlarimiz ishtirok etdi. Ko'rsatma berildi. O'sha rejaga chiqa olasizlarmi? Albatta, mana shu hurmatli prezidentimiz tashrifidan so'ng bizda 16 ta oilaviy poliklinikamizda investitsiya dasturiga kiritildi. Bu oilaviy poliklinikaning o'zi. Bundan tashqari 6 tasi viloyat mahalla jamg'armasi budjetlari hisobidan rasmiylashtirildi. Hozirgi kunda deyarli 70% da qurilish ishlarini yakunlashi 70% ga yetib qoldi. Albatta mana yuqorida aytgan savolingiz birgalikda ham chiqdik. Bu albatta mablag' bilan bog'liq. Biz borgan joyimizda mana shu investitsiya dasturiga tushgan 16 ta oilaviy poliklinikadan bittasida belgilangan normativ bo'yicha emas, lekin buni tegishli tashkilotlarga chiqqanimizdan so'ng buni qo'shimcha ekonom summa orqali qo'shimcha binosini qilib berish rejasi kelishdi. Hurmatli deputatlar, ma'ruzasiga savollaring bormi? Marhamat. Hurmatli ma'ruzachilar, 24-yilda saylov okrugi deputati Mamat Husayinman. Sizga bir taklifim bor edi. Buni Jo'zmon mahallasida oilaviy poliklinika hukm budjet hisobidan 2025-yilda yangi bino qurildi. Uni rahbari ham Aqshalik Murodov yosh yigit hali. Menimcha 2025-yilda oxirlarida tayinlangan bo'lsa kerak. Yangi binoga o'tgan bularda jihoz yo'q. Masalan, oddiy jihozlardan kelgan tibbiyotga emas, stol, stul, ko'shilka, shkaf bor-ku. Yangi bino shunday bo'sh turibdi-da, uni kasal keladi, keksa keladi. Yaqinda bizni maktabdan iltimos qilib, bolalar ta'tilga chiqqandan keyin 10 ta stul olib chiqib ketdi. Endi iltimos qilib berdim, sentyabrda qaytarib olishadilar. O'sha jihozga imkoniyat bo'lsa, sal yordam bersangiz, chunki rahbari ham yosh yigit, hali balki yo'nalishini topolmayotgandir. Sal imkoniyat bo'lsa, bunday joyvozlarni topib ketadi. Yaxshi javob bersangiz, bu bo'yicha biz kerakli jihozlarni to'liq inventarizatsiyadan o'tkazilib, mana shu 2026-yil oxirigacha barcha oilaviy poliklinikalarni jihozlashni o'zimizga reja qilib, buni taklifini berganmiz. Bu takliflarimiz vazirlik tomonidan tasdiqlangan. Yil oxiriga qadar bu bosqichma-bosqich hozir qilinib kelinyapti. Qariyb bir 8 tasiga yaqiniga to'liq yangi jihozlar bilan etap-etap ta'minlab berib kelyapti. Bu 3-son oilaviy poliklinika bu bundan keyingi etapda turibdi. Ta'minlab beriladi. 3-sonlik emas, Jo'zmon mahallasi o'zidagi aytyapman. Qo'shimcha yangi bino qurish kerak. Siz buni qanaqa open budjetdan yutib olingan mablag' hisobiga qilingan deb aytyapsiz. Buni ham rejasi bor. Bu 1-son oilaviy poliklinikaga qo'shimcha qilib aylantirish va davom ettirish bizning rejamiz. Amalga oshadi. Yana savollaring bormi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar va ma'ruzachi. 30-okrug deputati Marat bo'laman. Menda ham savolim, taklif bor. Ana misol uchun hozir ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan oilalar bor. Ularni diagnostikaga olib kelish kerak bo'lyapti. Misol kimgadir arava chekadi. Lekin uni olib kelish holati juda og'irda. Ijtimoiy xodimlardan bordik, bu aravacha so'rayapti. Farzandi 2-chi guruh nogironi, endi yotib qolgan bu odamni olib bormasak bo'lmaydigan diagnostika desak, u bo'lmasa aravacha kerak emas deyapti. U chunki uni joyidan qimillatib, bu yoqqa olib kelib, olib chiqib, olib tushishni azob bor. Shuning uchun qandaydir bir yerdan xodim ajratiladimi? Joyida borib o'rganish. Joyida borib o'rganish bo'lsa degan. Yaxshi, uni joyida borib o'rganib, siz o'zingiz bilan shaxsan bog'lanib qo'shimcha taklif berasiz. Yana bitta ikkinchi savolim, mana Beshkon mahallasida shu haligi
mahalla tomonidan ko'p binosi qurilgan. Mana yaqinda Bahrimda ochildi xabaringiz bor. Endi hozir hamma doktorlar ishga ketishgan. Masofa 8 kilometr borda oralida. Endi har kuni mana shu yerga biladi, mahallaning yonida u bino. Har kuni odam keladi, nima uchun yerga kelib qoldi? Bu yerga keladimi, kelmaydimi deydi. Chunki o'zi hamma narsani tayyor qolmaymiz-da. Uni qanday tartib bo'ladigan, nima bo'ladigan? Haqiqatan aytganingizda, bu birinchi tipdagi oilaviy poliklinika, birinchi tipdagi oilaviy poliklinikamizda bitta ma'muriyat shifokori bo'ladi. Biz nima uchun buni ikkinchi tipdagi oilaviy poliklinikalar yaqin joyda tashkil qildik? O'sha tor soha mutaxassislariga bemorlarimiz tuman viloyatlariga bormasdan, o'zining yaqin hududidagi ikkinchi tipdagi oilaviy poliklinikaga borish va bu yerdagi yaratilgan kunduzgi statsionar sharoitida kerakli davo muolajalarini olish maqsadida bu narsa tashkil qilingan. Rahmat. Savollaring bormi? Marhamat. Birinchi savolim bilan elektron hujjat almashtirish gapirdingiz. Albatta elektron hujjat almashish uchun uzluksiz elektr aloqasi bo'lishi kerak, internet bo'lishi kerak. Joylarda shu elektr yoki internetda muammolar bo'lmayaptimi, uchramayaptimi shunaqa muammolar? Agar bo'layotgan bo'lsa, uni bartaraf qilish uchun qanday choralar ko'rgan? O'sha bo'lim tomonidan. Ikkinchi savol, mana hozir diagnostik maslahat markazi diagnostika bo'limi ichki tomonga ko'chirildi deyapsiz. Sog'liqni saqlash bo'limi hududiga. Eski binodan kelgusida qanday maqsadda foydalaniladi? Shuning uchun ma'lumot berasiz. Rahmat. Birinchi bergan savolingiz internet masalasida deyapsiz. Bizda mana shu raqamlashtirish yuzasida noyabr oyidan boshlab to hozirgi kungacha barcha oilaviy poliklinikalarimizga internet tarmog'i ulab o'tkazildi. Barcha oilaviy poliklinikalarimizda kerakli jihozlar bilan ta'minlandi. Shuning uchun hamki hozirgi vaqtda bironta oilaviy poliklinikada faqat svit o'chganda qandaydir muammo bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa muammo bo'layotgan emas. Barchasi raqamlashtirish oilaviy poliklinikalardan birgalikda amalga oshirildi. Hattoki o'sha uzoq hududdagi bo'lgan mana Vatan chegarasidagi bo'lgan 55-oilaviy poliklinika, bunga chegara hududidagi bo'lgan filialda ham internet tizimi bilan to'liq ta'minlangan, hujjatlar yo'nalib yuborilishda hech qanaqa muammo bo'lmagan. Ikkinchi masala nima sababdan maslahat diagnostika poliklinikasi ichkariga ko'chirildi? Bu ko'plar markaziy poliklinika edi avval. Hozir uni maslahat diagnostika qaror talabiga asosan maslahat diagnostika bo'limiga aylantirildi va barcha tor soha mutaxassislari bilan ta'minlandi va hozirgi kunda faoliyatini davom ettiryapti. Eski bino qanday faoliyatda demoqchisiz? Eski binomiz esa mana Urgut tumanida aholini ko'pligini inobatga olgan holda avval bitta oilaviy poliklinikada 60 mingdan ziyod aholi biriktirilgan edi. Bu bitta oilaviy poliklinikada buni binoning ham, buradagi xodimlarning ham bu bilan ishlashi va uni samaradorligi yetarli darajada bo'lmasligini inobatga olib, ikkinchi tipdagi oilaviy poliklinika yaratildi. Hozir bu binoning o'zida ikkinchi tipdagi tuman sog'liqni saqlash bo'limiga qarashli oilaviy poliklinika faoliyat yuryapti. Savol takliflaring bormi? Marhamat Zaynab. Assalomu alaykum. Tuman kengashiga 26 saylov masalalarga tafsilotlar davomimiz bo'laman. Hurmatli ma'muriyatchi, hurmatli Odil, mana siz bilan o'sha Bahrimda bo'lgan qurilish jarayonida birga ishtirok etgan edik. O'sha siz bilan qisqa gaplashib olgan edik, lekin undan keyin uchrashish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa kerak. Yig'ilishlar hisobga olmaganda. Mana shu deputatlarda har bir hududida mana shu tibbiyot bo'yicha hamma sohada tumanimizda har jihada ketyapti qurilishlar va hokazo. Shu jumladan tibbiyotda ham. Adashmasam bizda 54 tama ko'p OSHPlarda qayta ta'mirlash, joriy ta'mir nimalar ketyapti shunday. Hozir mangizga e'tibor qaratib turdim. O'sha har bir masala meni hududimda ham Nisbat mahallasida OSHP qayta ta'mirlanyapti. Dehqonobod mahallasi ham. Men demoqchi bo'lganim mana shu bizlarga qanaqadir bir ma'lumot bersangiz, bizning rahbarlarimiz tomonidan ham mana shu ko'p bizlarga shaxsan deputatlarga e'tiroz bo'lyapti. O'sha mahallalarda bo'ladigan, o'sha o'zlaringning hududlaringda bo'ladigan maktab qurilish bo'ladimi, joriy ta'mirmi va hokazo o'sha OSHPmi borib qavrab tursalar, tumanimizning rahbari tomonidan ham bo'lyapti. Va yaqinda o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Viloyatimiz prokuratura tomonidan ham biz deputatlarga ham topshiriq bo'ldi, e'tiroz ham bo'ldi. Buni biz to'g'ri qabul qildik va to'g'ri qabul qilishimiz ham kerak. Bizga qo'limizda ma'lumot yo'q. Biz demoqchi bo'lganimiz biz quruvchi emasmizda. Borib biz
o'sha quruvchi bilan borib kattalik qilish emas. Qo'limizda qanaqa bir ma'lumot bersangiz, biz rahbarlarimizga bersangiz, biz borsakda, masalan, Nusratda quriladigan bo'lsa, o'sha nimalar qilinyapti, nima qilinishi kerak. Albatta, qo'llaringizda sizlar dasturlaringiz, nimalaringiz bor-ku. Bizga shu rahbarlarimizni yetishsangiz, bizga deputatlar kesimida bersa, biz borib o'rgansak, maqsadga muvofiq bo'ladi, sizdan iltimos bo'ladi. Juda to'g'ri masalani ko'tardingiz, hurmatli deputat. Bilan o'tiramiz. Bilan borganimizda ham xuddi o'shanday uni smeta loyihalarigacha olib birgalikda ko'rdik. Barchasi o'sha buyurtmachilar, loyihachilar tomonidan ishlab chiqarilib, tuman hokimiyati qurilish bo'limini qo'lida tasdiqlangan holatda turibdi. Haqiqatan ham buni olib, albatta, suratlarni birgalikda o'sha kengashga berishimiz mumkin. Doimiy nazorat agar mahalliy birgalikda qilinsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Savol, taklif, mulohazalaring bormi? Agar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha joyingizni egallashingiz mumkin. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Aziz Mardon Ma'lumovga beramiz. Doimiy komissiya xulosasini o'qib beradi u kishi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Urgut tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Bobur O'zarovning tumanda tibbiyot sohasida 2026-yilning 1-choraги davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisoboti, ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning 2026-yil 3-iyun kuni majlisda zalda ko'rib chiqildi. Bunda Urgut tumanida sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida 54 ta oilaviy poliklinika hamda markaziy shifoxona faoliyati yangi tizim asosida tashkil etildi. Aholiga birlamchi tibbiy xizmatlarni yaqinlashtirish maqsadida 193 ta tibbiy brigadalar shakllantirilib, mahallabay xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Markaziy shifoxonada shoshilinch tibbiy yordam tashkil etilib, zamonaviy diagnostika uskunalari ishga tushirildi. Natijada aholiga ko'rsatilayotgan tibbiyot xizmatlari sifati va tezkorligi sezilarli darajada yaxshilandi. 2026-yilning 1-choragida markaziy shifoxonaga 34 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. 11 mingdan ziyod bemor statsionar tibbiy yordam ko'rsatilgan. Laboratoriya xizmatlari markazlashtirib, barcha oilaviy poliklinikalarda olish imkoniyati yaratilgan. Tizimni raqamlashtirish doirasida tibbiyot muassasalarining zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlanib, elektron yo'llanma, elektron retsept va nogironlikni belgilash tizimlari joriy etilgan. Shuningdek, tibbiyotni rivojlantirish maqsadida yangi poliklinikalar qurilishi va mavjudlarini rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Tibbiyot xodimlarini moddiy rag'batlantirishning yangi mexanizmlari joriy etildi. Shifokorlar va hamshiralarning mehnatiga munosib haq to'lash tizimi yo'lga qo'yilgan. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarning sifati, qulayligi va qamrovlari sezilarli darajada oshgan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiya tomonidan muhokama qilindi va ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan savol-javoblarni muhozalarni ko'rdinglar. Ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar boshqa taklif, mulohazalaring bo'lmasa, ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibiga keyingi masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlari, ko'chalar hamda ichki xo'jalik yo'llari infratuzilmasini yana takomillashtirish to'g'risida 665-sonli qarorga asosan Urgut tumanidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2026-yil uchun dastlabki manzilli ro'yxatni tasdiqlash to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha qisqacha tushuncha berish uchun so'z Urgut tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Garbabayev Hasan Hotamboyevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya qatnashchilari.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 10 oktyabrdagi 30 son qaroriga muvofiq Urgut tumanidagi ichki yo'llarni ta'mirlash maqsadida 2026 yilda 4 markaz mablag' ajratilgan bo'lib, unga muvofiq biz hozirgi kunda tuman hokimligiga kelib tushgan murojaatlar va tuman boshqarmalariga kelib tushgan murojaatlarga asosan 31 ta mahalladan 42 ta ko'chani asfalta va ta'mirlash maqsadida dasturiy jadval tuzib, shuni tasdiqlashga berilgan. Hurmatli deputatlar, manzilli ro'yxat qo'llangan manimcha tarqatilgan. Agar tarqatilmagan bo'lsa ham olib ko'rasiz. 31 ta mahalladan 42 ta ko'cha. Ushbu masalani o'rganish bo'yicha doimiy komissiya xulosa qilgan. So'z navbatini agrar va suv xo'jaligi ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Abdulla Go'zal Hamroqulovaga beramiz. Komissiya xulosasini o'qib eshittiradi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 11 oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlari, ko'chalari hamda ichki xo'jalik yo'llari infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 665 son qaroriga asosan Urgut tumanidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2026 yil uchun dastlabki manzilli ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Yarbabayev Hasan Hatamboyevichning hisoboti. Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yilning 3-iyun kungi majlisida ko'rib chiqildi. Bunda jami 4 milliard 400 ming so'm mablag' ajratilgan bo'lib, ushbu mablag'lar 31 ta mahallalarni ichki ko'chalarni asfaltlash va joriy ta'mirlash uchun 2026 yilgi manzilli ro'yxati shakllantirilgan. Ushbu ro'yxat deputatlarimizga taqdim etilib, tasdiqlash uchun kiritilmoqda. 31 ta mahallalar ro'yxati aholining murojaatlari hamda kerakli tashkilotlarning so'rovlari ijrosi bo'yicha ishlab chiqilgan. Ishlab chiqishda dasturga kiritilgan mahallalar va tashabbusli loyihadan yo'l yutgan mahallalar kiritilmaganligi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu masala yuzasidan doimiy komissiya tomonidan birma-bir savol-javoblar o'tkazilib, muhokama qilindi va ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha takliflaring, mulohazalaring bormi? Marhamat, G'ayrat Kamolovich. Ma'rifatchiga taklif oldi, mavzuga mos bo'lmasa ham obodonlashtirish boshlig'i ham ko'chalar to'g'risida gap ketyapti. Endi aksariyat hollarda mana tumanimizni markazida turib bordi. Shu yerda 8 dan 9gacha nima qoladi, aynan hollarda tirband qoladi. Endi e'tibor qo'ying. Qarasak, o'sha yerda obodonlashtirish xodimlar ishlayapti. Endi ish xodimlarida ish vaqtini suriluvchan qilib belgilab olsa bo'ladi. Masalan, tig'iz vaqtgacha yoki tig'iz vaqtdan keyin o'sha yerni tozalasa bo'ladi. O'sha narsani e'tibor qilsangiz. Rahmat. Hurmatli deputatlar, ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarning qo'llaringizga tarqatilgan. Taklif mulohazalaring bo'lsa, qo'shimchalaring bo'lsa, bo'lmasa agar ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishlaringni so'rab qolaman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibiga keyingi masala Mening bog'im loyihasi doirasida yashil jamoat parkini tashkil etish to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha qisqacha so'z Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Suyunov Zayniddin Davronovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Mening bog'im loyihasi doirasida yashil jamoat parki tashkil etish to'g'risida Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yil 3-iyun kungi majlisida ko'rib chiqildi.
Bunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2024-yil 26-martdagi mening bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risida 126-sonli qaror asosida tumanda Buyuk Amalgaron MFI hududida 0.4 gektar yer maydoni tashabbusli bushish jarayoni fuqarolar tomonidan qoldirilgan takliflar ovoz berish jarayonida yakunida g'olib deb topilgan. Ushbu loyihani tasdiqlab berishimiz so'ralgan. Ushbu masala yuzasidan doimiy komissiya tomonidan muhokama qilindi va ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, sizlarni ham ushbuni ma'qullashga chaqirib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha tushunchaga egasizlar. Oldingi sessiyada aytilgan edi. Hurmatli deputatlar, qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi berilgan. Agar takliflaring, savollaring bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibimizdagi ikkita masala qoldi. Urgut tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim mudiri Elyor Po'latovning 2026-yilning 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida edi. Elyor islom qiluvchining sog'lig'ida muammosi borligi sababli kasalxonada ekanligini inobatga olgan holatda uning hisobotini keyingi sessiyaga qoldirsak degan taklif tushyapti. Agar ushbu taklifga qo'shilgan deputatlar o'zlarining munosabatlarini bildirishni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Keyingi yana masalamiz bordi. Yoshlar ishlari agentligi Urgut tuman bo'lim boshlig'i Uyg'un Raufning 2026-yilning 1-choragida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida edi. Uyg'un Rauf 2026-yilning 4-iyundan boshqa ishga o'tganligi sababli Yoshlar ishlari agentligi Urgut tuman bo'limiga yangi rahbar qo'yilgunga qadar hisoboti keyingi sessiyalarga qoldirilishini taklifini bermoqchiman. Agar ushbu taklifga munosabat bildirsanglar, qarshi bo'lmasanglar, o'zlaring munosabatlarini bildirishlaringizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Barchaga rahmat. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 29-sessiyasiga agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tayyorgarlik ko'rish taklif beriladi. Ushbu taklifni ma'qullagan deputatlar munosabat bildirishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 28-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar muhokama etib bo'lindi. Sessiyaning o'tishi haqida axborot berish uchun so'z sessiya kotibi Omonov Jamol Iskandarovga berildi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 28-sessiyasi Urgut tuman kengashi deputatlaridan 29 nafar deputatdan 25 nafar deputat ishtirok etdi. 4 nafari uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmadi. Kvorum mavjud. Sessiyada 8 ta masala kiritilib, shundan 6 ta masala ko'rib chiqildi. 2 ta masala keyingi sessiyaga qoldirildi. Birinchi masala Urgut tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Xolib Usarovning tuman tibbiyot sohasida 2026-yilgi 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisoboti eshitildi. Hisobotdan so'ng deputatlar tomonidan 5 ta savol va 2 ta taklif bilan arizachiga murojaat qilindi. Savol va takliflardan so'ng doimiy komissiya xulosasi eshitildi. Xulosa eshitilgandan keyin kengash raisi tomonidan ovozga qo'yildi. Sessiyada ishtirok etadigan 25 nafar deputatdan bir ovozdan ma'qullandi. Qarshilar, betaraflar bo'lmadi. Sessiyadagi 4-masala yuzasidan Urgut tumani 2026-yildagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish, narxlar barqarorligini ta'minlash to'g'risidagi hisobot eshitildi. Hisobotdan so'ng deputatlar tomonidan savol va takliflar bo'lmadi. Doimiy komissiya xulosasi o'qib eshittirildi. Kengash raisi tomonidan ovozga qo'yildi. 25 nafar ishtirok etadigan deputatlardan 25 nafari ma'qulladi. Qarshilar, betaraflar bo'lmadi va qaror qabul qilindi. 5-masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlarida ko'chalar hamda ichki xo'jalik yo'llarini infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 665-sonli qaroriga asosan Urgut tuman ichki yo'llarini saqlash va joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2026-yilning dastlabki manzillar ro'yxatlari tasdiqlanganligi to'g'risidagi hisobot eshitildi. Hisobotdan so'ng deputatlarimiz tomonidan bir
taklif bildirildi va doimiy komissiya xulosasi o'qib eshittirildi. Xulosa o'qib eshittirilgandan so'ng kengash raisi tomonidan ovozga qo'yildi va qatnashadigan 25 nafar deputatdan bir ovozdan barchasi ma'qulladi. Qaror qabul qilindi. 6-masala mening bog'im loyihasi doirasidagi yashil jamoat parkini tashkil etish to'g'risidagi doimiy komissiya xulosasi o'qib eshittirildi va kengash raisi tomonidan ovozga qo'yildi. 25 nafar deputatlarimizdan 25 nafari bir ovozdan tasdiqlandi. 7 va 8 masalalar yuzasidan Urgut tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risidagi hisobot eshitildi. Hisobotdan so'ng deputatlarimiz tomonidan savol va takliflar bo'lmadi. Kengash raisi tomonidan ovozga qo'yildi va 25 nafar deputatdan 25 nafari bir ovozdan ma'qulladi va qaror qabul qilindi. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 29-sessiyasiga agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tayyorgarlik ko'rishi taklif berildi va bir ovozdan ma'qullandi. Rahmat. Rahmat sizga. Hurmatli deputatlar, sessiyani o'tish haqida fikr mulohazalaringiz bormi? Shu bilan xalq deputatlari Urgut tuman kengashining bor ekan. Marhamat. Hozir bizda taklif bor, mana chiqyapti bozorlarimizdan, lekin hozir 3-4 kishi bu qo'yilmayapti. Qaysi mahallalar salgina mana shunga e'tibor bersak, o'qilayotgan darajaga chiqarib olsak degan umidamiz. Ha, berilgan sessiya masalalarini sifatliroq chiqarish bo'yicha. Salgina chiroyli chiqarib, kattaroq qilamiz, hozir qo'yilmayapti. Qarichi kursi. E'tiborga olasiz. Keyingi sessiyadan boshlab sifatli va chiroyli qilib o'sha berilgan hisobotlar to'g'risidagi ma'lumotni deputatlar qo'llariga to'g'ri yetkazishni nazoratga olasiz. Yo bittadan chiqib Boshqa takliflaring yo'qmi? Agar bo'lmasa, shu bilan xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 28-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.